Tushda sel ko'rishning ta'birlari. Tushdagi sel katta dushman yoki zolim podshohdir. Agar tushida sel bilan ovora bo'layotganini ko'rsa, dushman bilan olishuvga dalildir. Agar seldan chiqib olganini ko'rsa, dushmani ustidan zafar topishiga ishora qiladi. Selni sovuq mamlakatda ko'rish g'am anduh, issiq mamlakatda ko'rish foyda va shodlikdir. Agar selni uyga yoki ko'chasiga kirib kelganini ko'rsa, shodlik va kushoyishni bildiradi. Jobir Mag'ribiyning aytishicha, tushida selning bir joyini xarob qilganini ko'rsa, o'sha yerdagi odamlarga podshohdan foyda yetishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi sel 4 narsani bildiradi: katta dushmanni, zolim podshohni, g'olib lashkarni, fitna va baloni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.